Yo, bal hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan qadimgidek Zeytun O'zbek kanali. Qaraysiz tushunasiz do'stlar, mening videomizga kelishchi. Kulgili video bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa video boshlandi do'stlar. G'ordagi yoziq. Roq va yozuv bor ekan. Xavfli g'or. Agar kirsang, momognikiga kirasan. Ey, g'or. Agar kirsang, momognikiga kirasan. Ey, yo. Bitta gapni 10 marta qaytarasiz. Yo'q. Hammayli, demak menga qanday qurol berasizlar? Ko'rib turibman, ancha-muncha qurollar va kiyimlar. Ha, istaganingni tanlab olishing mumkin. Istaganimni stoldagi tezroq tanladi. Istaganingni shu bilan chiq tashqariga. Xo'sh. Qaysini olsam ekan? Istaganingni. Ha, to'g'ri, axir aytingiz. Drobovik olsam bo'ladimi? Shunchaki chotga ko'rinib turibdi yoki avtomat olsam ekan? Nima deysiz? Istaganingni olishing mumkin, menga farqi yo'q. Unda revolver olsam-chi, nima deysiz? Yoki siznikida avtomatmi? Jahlimni chiqarishni boshlayapsan. Mayli, unda drobovikni olaman. Mana buni nechta patron ketadi ichiga? 6 ta. Ajoyib, mana shundan olaman va to'pponcha sifatida revolverni. Ahmoqmisan, senda shundoq ham drobovik. Uni o'qlashga uzoq vaqt ketadi. Unda bo'lmasa, nima ham tanlashni bilmay qoldim. Narsa so'ragan Zeytun. Lekin men bu loyihalarga keldi. Yana nima deysan? Boygina so'rani ko'narsa. Qarasha, shu oshxotada shunga yana nima so'raysan? Oldin emas, boyagina sabz so'rab chiqding-da. Keyin yana bitta sara sabz so'rab chiqding. Endi nima so'raysan? Ha, endi shu bir chirdim tuz berib tur. Dajib tuzabmi? Hech narsa yo'q ekan, nimaga oshxomoqchi bo'lasan? Undan ko'ra birga osh yeymiz, muzlatgichda bor edi isitamiz. Baylama, bor yo'q qoli. Mana tuz yo'q, bor yo'q qol. O'zing biroq top bir balo qilib. Lekin bo'lsa yaxshi bo'lardi-da. Yo'q, bor yo'q qol. O'xsa xarim ketgani yo'qmi? Yo'q, ketgandim, yana birasi yo'q ekanda. Yana nima deysan? Hech narsa pul berib tur, 5 ming tuz olib keling. Hali bitta ottigina o'zi eng arzon narsa tuz bo'lsa, shu hozir sabr qilib tur. 8 soatlik kino. Bu juda ham kulgili, tahrirlarsiz. Bilasanmi, bu qiziq ketmaydi. Sen o'zi buni necha marta ko'rgansan? Menimcha 50 marta yoki 55-marta. Lekin buni ko'rib zerikib ketmadingmi, bodo? Yo'q, albatta, birga ko'rsak, yana ham qiziqroq bo'ladi. Xo'p, mayli, bo'lmasam, qani boshla. Yaxshi, boshladim. Yaxshilab diqqat bilan ko'r va ajoyib qora yumurlar bo'ladi. Tushunasan degan umiddaman. Har holda sen aqlliroqman. Xo'p, mayli, qo'y. Men esa mana buni joyiga qo'yib qo'y. Jitil nima bo'lyapti? Juda ham qiziq joyga keldi-ya, sen ko'rmay qolding palakat. Ko'rdim, juda ham ajoyib va tugadi degan umiddaman. Ha, tugadi, maza. Men do'stlar, videom tugadi. Sizga video yoqmayotgan bo'lsa, bittagina like bosib qo'ying. Xo'p, bo'lmasa video tugadi do'stlar.